va semirib ketyapman va ozib ketyapman, gormonlarim o'zgarib ketdi shekil. Gormonlar muvozanati o'zgarishi natijasida balog'at yuzaga keladi. 4-sinfgacha o'g'il bola bilan qiz bola bir-biriga dushman bo'ladi. Masalan, aytasiz-ku, va semirib ketyapman va ozib ketyapman, gormonlarim o'zgarib ketdi shekil, o'zimni yomon his qilyapman, bir kayfiyatim tushib ketyapti, bir yaxshi bo'lib qolyapti. Bularni gormonal muvozanat bilan bog'laysiz-ku, o'smirda shu narsa 2 barobar, 3 barobar yuqori bo'ladi. Gormonlar muvozanati o'zgarishi natijasida balog'at yuzaga keladi. Balog'at davrida, demak, qizlarda nima bo'ladi? Qizlarda o'sha tana proporsiyasini ayollik sifatiga o'zgarishi, qo'ltiq tuklari va o'sha ost tuklarning paydo bo'lishi, bundan tashqari hayz ko'rish masalasi, ko'krakni rivojlanishi, bular biologik jihatdan qiz bola ruhiyatiga ham ta'sir ko'rsatish boshlaydi. Va avtomatik o'g'il bolalarda ham jinsiy bezlarning rivojlanishi, jinsiy gormonlarning ko'payishi va erkaklik sifatlarini vujudga kelishi. Aytganingizdek, mana ovoz do'rillashi, mushaklarni erkaklarga o'xshash ko'rinishga kelishi, bular demak ulardagi balog'at bilan bog'liq jarayon bo'ladi. Endi shu davrda biologik o'zgarish o'z navbatida ijtimoiy va psixologik o'zgarishga ta'sir ko'rsatadi. Qanaqa? Ijtimoiy o'zgarish. Ular kichik maktab yoshida, eslaysizmi yo'qmi, 4-sinfgacha o'g'il bola bilan qiz bola bir-biriga dushman bo'ladi. Mana oldimda o'tirmasinman bu. Ayolga borib o'tirsin. Uchkan bo'lib qo'yapti, sochimni tortyapti, palon qilyapti. Qiz bola, o'g'il bola bir-biri bilan dushman bo'lgan bo'lsa, o'smirlik paytiga kelib bir-biri bilan do'stlashishni boshlashadi. Ahilino bo'lish boshlashadi. Ularda sekin do'stlik hissi paydo bo'ladi. Do'stlik asta-sekin muhabbatga aylanadi. Ya'ni ularda yoqtirish va sevgi hislarini ilk kurtaklari hozir bog'cha bolalar ham sodir bo'ladi. Ha, tabiiy, o'zi bo'ladi, oldindan bo'lgan bu narsa. Faqat qarang, bu narsani avjiga chiqadigan payti, ya'ni biologik ehtiyoj sifatida o'smirlik, o'spirinlikda bo'ladi. Ya'ni jinsiy ehtiyoj sifatida. Ular nimasiga ko'rib yaxshi ko'radi? Bog'cha. Ko'rinishiga qarab yaxshi ko'rish mumkin, lekin o'sha o'smirlikda muloqotga ehtiyoji, hattoki jinsiy mayl sifatida rivojlanadi. Tashqi ko'rinishga bo'lgan ishtiyoq aslida jinsiy maylga beriladi, lekin jinsiy maylga berilgani bilan buni farqi bor. Un bilan suhbatlashish u ikkinchi darajali. Lekin o'smirlik, o'spirinlik paytida u bilan muloqot qilsa, u bilan vaqt o'tkazsa, tushunarli bo'ldi. Ya'ni bu ehtiyoj bilan bu ehtiyojni orasida farq bor ekan. Endi bu ijtimoiy o'zgarishni qanaqa keltirib chiqaryapti? O'zini kruglari boshlanadi. Kruglar. O'smirlar, o'g'il bolalarni to'polonchi bolalar guruhi, a'lochi qizlar guruhi, poson kiyinib yuradigan qizlar guruhi yoki bo'lmasam yaxshi o'qiydigan qizlar guruhi. Guruhda bir 30 ta bola bo'ladigan bo'lsa, 30 ta bolani 20 ta guruhi bor. Sen u bilan do'st bo'lma, men bilan o'rtoq bo'laman. Biz bir-birimizga aralashmaymiz. Krug bo'lib qolishadi. Bu demak o'smirlik va o'spirinlik davrida ijtimoiy muvozanatni o'zgarishi. Endi ikkinchisi, o'rtoqlar, bilib qo'yinglar, bu paytda nimaga biz qiynalamiz? Ota-ona va ustozlarning mavqei pasayadi-da. O'rtoqlarni va tengdoshlarning mavqei yuqorilashadi. Ana shu narsa bizani eng qiynaydigan, bizni inqiroz deb hisoblaydigan narsaga olib boradi. Ana o'rtog'im mana bunaqa kiyibdi, nima menga mumkin emas? Oyoqqa boryapti, unga ruxsat bor, nima menga mumkin emas? Hamma narsani o'zini tengdoshlari bilan solishtirish boshlaydi. Lekin kichik maktab yoshida bunaqa narsa bo'lmagan. Ana o'rtog'im mana bunaqa, men o'rtog'imdan mana bunaqa. To'g'ri, bo'lishi mumkin. Ana telefon tutyapti, menga ham olib bering degan narsa. Lekin o'smirlik, o'spirinlik davriga o'xshab, nima deydi? Juda ham ochiqchasiga bo'lmagan-da. Ochiqchasiga o'smirlik, o'spirinlik paytida bo'lar ekan. Demak, bu ijtimoiy muvozanatning o'zgarishi va keyin psixologik jihatga olib boradi. Psixologik jihatdan 3 ta avtonom holat kuzatiladi o'smirlarda. Bu qanaqa avtonom holat? Avtonom degani takrorlanib boraveradi. Siz uni cheklaysizmi, boshqa qilasizmi, bu unda bo'laveradi. Hech qanaqasiga siz o'sha davrda shu narsadan bolani olib chiqishga harakat qilmagan foydasi ham yo'q. Birinchisi bu huquqiy avtonomiya. Huquqiy avtonomiya degani o'z huquqlarini talab qiladi va bu jarayonda o'z huquqlarini talab qilish jarayonida oldin juda ham bo'ysunuvchan bo'lgan bola butunlay teskari bo'lib qolishi mumkin.
Bu huquqiy avtonomiya, ya'ni o'zini huquqlarini talab qilish. Ikkinchidan, emotsional avtonomiya. Ertalab zo'r kayfiyatda, kechki paytga borib kayfiyati yomon. Jarayon, demak, bolalardagi ruhiy, emotsional beqarorlikdan darak beradi va bu jarayonga biz nima qilamiz? Har doim negativ. Sen hozirgina bir yaxshi kayfiyatda turuvding, yana nimaga bunaqa qolding deymiz. Lekin biz uni emotsiyasini hech qanaqasiga boshqara olmaymiz. Unga hamma narsa ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tabiat ham, munosabat ham hech narsa ta'sir ko'rsatmasligi ham mumkin, eng qizig'i. O'zidan o'zi kayfiyati o'zgaruvchan bo'ladi. Demak, o'smir paytinglarni eslanglar, bitta xonaga kirib olsanglar, hech kim sizlarga xalaqit bermasa, o'zingizlarning fikringlar bilan, o'zingizlarning dunyoyinglar bilan o'tirsanglar. Ha? Bu tabiiy. Bir xil ota-onalar aytadi, "Mani o'g'lim jinni bo'lib qoldi, yo qizim jinni bo'lib qoldi", xonasiga kirib olsa, bu tabiiy va bu o'tib ketadi. O'tib ketadi. 2-3 yil taxminan nimasida o'tib ketadi. Ota-onalardan bu paytda ozgina sabr talab qilinadi. Lekin aslida bola bu paytda tushayotgan emas, aslida chiqayotgan bo'ladi. Ya'ni biz bu krizisni yomon deb tasavvur qilamiz-da. Krizis o'zi aslida yomon emas. Krizis prosta bitta zinadan 7-8 zinaga sakrab o'tish. Biz ko'pincha bu 7-8 zinadan pastga tushib ketyapti. Cho'ta o'zini g'alati tutyapti deb hisoblaymiz, lekin u o'zini anglab olishga harakat qilayotgan bo'ladi. Odam kasal bo'lsa, bizda shundan boshingiz og'risa, shundan borasiz dori ichasiz, bo'ldi, boshim og'rig'idan qutuldim deysiz. Lekin aslida boshi og'rigan odam agar 3-4 kun mana shunaqa og'rib dori bilan tuzatib yurgan bo'lsa, bu nimadandir signal. Boshim og'riyapti, demak, ozgina nimadir bor, boshimda shamollash bormikan, davleniyasi oshganmikan.